بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد النحو التطبيقي kitobidan darsimizni davom etamiz. Navbatdagi mavzumiz al-halu, hol degani. Arab tilida ham, o'zbek tilida ham hol deyiladi. Bir narsaning holati, ahvoli shu ma'noda. Endi holni ta'rifida muallif aytayaptiki, wasfun fadlatun yubayyinu hay'ata sohibihi vaqta wuqu'il fi'li. Hop, vasfun deyapti, sifat deyapti. Fadlatun oshiqcha sifatlar. Biz o'tgan safar ham gapirgan edik bu narsani. Jumlani asosiy rukunlari bo'ladi. Jumla fe'liyada fe'l fa'il bo'lsa, jumla ismiyada esa nima bo'ladi? Mubtada xabar bo'ladi. O'sha jumla fe'liyada ham agar mutaaddi bo'ladigan bo'lsa, maf'ul ham asosiy rukunlardan hisoblanadi. Demak, bu yerda bu hol asosiy rukunlardan hisoblanmaydi. Oshiqchadir. Agar holni olib tashlasangiz ham, ma'no inson eshitib sukut qilsa to'g'ri bo'ladigan bo'ladi. Nima deydi? Buni qo'shsa ham farqi yo'q bo'ladi. Demak, wasfun fadlatun oshiqcha sifatlar yubayyinu hay'ata sohibihi o'zini sohibini hay'atini bayon qiladi. Hay'ati ko'rinishi, holati degani. Hay'atini bayon qiladi. Vaqta wuqu'il fi'li mana shu fe'lni voqea bo'lish vaqtida sohibini hay'atini bayon qiladigan oshiqcha sifatdir deymiz. Bunga misol safara Muhammadun rokiban. Muhammad mingan holatda safar qildi desak, mana bu yerda rokiban hal bo'ladi. Yubayyinu hay'ata Muhammadin vaqta safari. Safar vaqtida Muhammadning hay'atini bayon qilyapti. Muhammad mingan holatda safar qildi deyapti. Demak, safar qilish vaqtida Muhammad minganligini aytyapti. Misol uchun safara Muhammadun deb kifoyalansak ham jumla tamomiy bo'ladi. Rokibanni qo'shamizmi, qo'shmaymizmi, undan qat'iy nazar. Xo'p, bu yerda yana muallif bu yerda aytmagan, hol o'zi yo foildan hol bo'lishi mumkin yoki maf'uldan ham hol bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Yoki ba'zi ikkalasidan ham hol bo'ladi. Bularni inshaalloh aytmaydi, lekin o'zimdan aytib ketyapman. Hukmul hali an-nasbu. Holning hukmi bu nasbdir. Bizga tatbiq beryapti. Birinchisidan qola ta'ala fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Va undan qo'rqib, ya'ni qo'rqqan holatda, ko'z tutgan holatda, ya'ni atroflariga qaragan holatda chiqdi deyapti. Mana bu yerda khaifan bu hal bo'ladi. Mansubun va alamatu nasbihi al-fatha. Va nasb alamati fatha. Mana bu yerda bu kharaja fe'lini fa'ilidan hol bo'lyapti. Kharajani fa'ili nima bu? Zamir mustatir huwa bo'ladi. Mana shu huvadan bu khaifan hol bo'lyapti. Keyingisi Alloh taolaning so'zi wad'uhu mukhlisina lahu-din. Va unga dinni xolis qilgan holatda duo qilinglar. Ya'ni xolis dinni unga xolis qilib duo qilinglar. Mana bu yerda mukhlisina halun mansubun bo'ladi. Hol mansub bo'ladi. Nimadan hol? Ud'u fe'lini fa'ili bo'lgan vovul jamoadan hol bo'ladi. Va alamatu nasbihi al-ya va nasb alamati yodir. Li'annahu jam'u mudakkarin salim. Chunki u jam' muzakkar solimdir. Xo'p. Keyingisi qola ta'ala Alloh taolo aytadiki: "Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun." Agar sizlarning oldingizga mu'minalar muhojira bo'lgan holatda kelsa, famtahinuhun ularni imtihon qilinglar, sininglar degan. Mana bu yerda muhajiratin bu hol bo'ladi, mansub bo'ladi va nasb alomati kasra niyabatan anil fath bo'ladi. Chunki jam' muannas solimlarda kasra bo'ladi. Yana u jam' muannas salim deyapti. To'rtinchi misol bizga hadis da'huma. U ikkalasini tark qilgin deyapti. U ikkalasini tark qilgin. Fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Albatta men u ikkalasini pok holatda kiygizdim. Adkhaltu kiygizdim degan, to'g'rimi? Ana bu mashhur hadisda keladi-yu. Adashmasam Huzayfa ibn al-Yaman kelib nima dedi? Payg'ambarimiz oyoq kiyimini yechmoqchi bo'ladi-da tahorat paytida. Keyin payg'ambarimiz tek qo'ygin dedi. Men ularni pok holatda kiygizdim dedi-da, keyin ustiga masx tortadi payg'ambar. O'sha hadis. Demak, mana bu yerda tahiratayn hal bo'ladi, mansubun va nasb alomatiga, chunki u musanna. Mana bu yerda tahiratayn nimadan hol bo'ldi? Adkhaltu
fe'lini maf'ulun bihi huma bor, mana shundan hol bo'lyapti. Tohiratayni. Beshinchisi va taqulu va aytasanki jaa zaydun dohikan, zayd kulgan holda keldi. Fahasa tabibul marida jalisayni. Tabib kasalni ikkalasi o'tirgan holatda tabib kasalni muayana qildi, tekshiruvdan o'tkazdi degan. Jaa tullabu rakibina, talabalar mingan holatda keldi. Jaati talibatu rakibatin, talabalar mingan hollarda keldi. Xo'p, endi o'zbek tiliga tarjima qilayotganda biz bunga yo hol deb beramiz, yoki chog'ida deb beramiz, yoki qilib deb beramiz. Tushundingmi? Masalan, jaa zaydun dohiganni biz zayd kulib keldi deymiz. Kulgan holda deb aytishligi ham shart emas. Unday desangiz ham bo'ladi, demasdan jaa zaydun dohikan, zayd kulib keldi. Hokazo. Endi bizga aqsamul hal, holni qismlarini bayon qilib beradi muallif. Al halu salasatu aqsam. Hol 3 qismli bo'ladi. Mufrad va jumla va shibh jumla. Birinchisi al halul mufrad, mufrad jumla. Bu mufrad jumla ma laysa jumlatan va la shibh jumlatin. Bu mufrad hol, jumla ham shibh jumla ham bo'lmagan narsa. Ana u mufrad emas, tasniya jamni mufradi emas. Mufrad deganimizda jumla va shibh jumla bo'lmagan. Ya'ni bitta so'z demoqchi. Bunga misol Alloh taoloning so'zi fa kharaja minha xoifan, va undan qo'rqqan holda chiqdi. Mana bu yerda xoifan bu mufrad hol bo'lyapti. Keyingisi Alloh taoloning so'zi udkhulu misra inshaallohu aminin. Inshaalloh Misrga tinch omon holatda kiringlar. Mana bu yerda aminin bu nima bo'lyapti? Mufrad hol bo'lyapti. O'zi aminin nima? Jam muzakkar solim, lekin bu yerda jumla va shibh jumla bo'lmaganligi uchun biz buni mufrad hol deymiz. Keyingisi Alloh taoloning so'zi ja'at Fatimatu dohikatan. Fatima kulib keldi, kulgan holda keldi. Demak, mana shu yerda bu hol mufrad ko'rinishida bo'lyapti. Keyingisi al-halu jumla. Hol jumla bo'lishligi. Bu ikki turli bo'lar ekan. Ismiya va fi'liya bo'lib keladi. Ismiyaga misol ja'a al-farisu sayfuhu marfu'un. Qilichi ko'tarilgan holatda otliq keldi deymiz. Tushundingmi? Mana bu yerda sayfuhu marfu'un, mana bu jumla ismiya bo'ladida, farisunga hol bo'ladi. Mana jaa fi'l ma'lum deyapti, farisun esa fa'il bo'ladi. Sayfuhu bu mubtada bo'ladi, marfu'un esa bu xabar bo'ladi. Wal jumlatul ismiya, endi mana shu sayfuhu marfu'un jumla ismiyasi mahallan nasbda bo'ladi, halun minal faris, mana farisdan hol bo'ladi. Endi fi'liya bo'lishiga misol keltiryaptiki, nahvu jaa Muhammadun yadhaku, Muhammad kulib kelyapti. Jaa fe'l bo'lyapti, Muhammadun fa'il, yadhaku esa fe'l bo'ladi va buni fa'ili esa zamir mustatir va jumla fi'liya, mana shu fe'l va fa'ildan tashkil topgan jumla fi'liya yadhaku mahallan nasbda Muhammaddan hol bo'ladi. Xo'p, endi bizga tanbih beryaptiki, la budda an tastamila jumlatul hali ala rabitin yarbituha bi sohibil hali. Mana bu jumla, qarang, u bilan holni sohibini o'rtasini bog'lab turadigan bir robitni o'z ichiga olgan bo'lishligi kerak. Ya'ni mana bu jumla ismiya yoki fi'liya o'zi hol bilan bog'lab turadigan narsasi bo'lishligi kerak deyapti. Va robitu salasatu anwa'in, va robit o'sha bog'lovchi narsa 3 turli bo'ladi. Birinchisi al-waw, faqatgina waw keladi, waw holiya keladi. Ikkinchisi ad-damir, faqatgina zamir keladi. Uchinchisi esa al-waw va ad-damir ma'na. Waw ham keladi, zamir ham keladi. Bunga ana birinchisi al-waw faqatgina waw kelishligi. Va yusamma wawul hal, mana bu waw holiya deydi. Oldin anaqada waw holiya deb o'tganmiz. Wawul hal deydi. Bunga misol jaa zaydun wash-shamsu tali'atun. Mana bu yerda jaa zaydun, quyosh ko'tarilgan holatda zayd keldi deyapti. Mana bu yerda qarang, jaa zaydun deganda mana bu yerda wawul hal bo'lyapti. Ash-shamsu esa mubtada marfu, tali'atun xabar marfu val jumlatul ismiya fi mahalli nasb halun min zaydin.
Va mana shu jumla ismiya shamsun toliatun mahallan nasbda bo'ladida zayddan hol bo'ladi. Keyingisi ad-damir faqatgina zamir kelishligi. Misol Alloh taoloning so'zi vaja'u abahum isha'an yabkun va otalariga kechki payt yig'lagan holda keldilar. Yabkuna fe'l mudori bo'ladi. Al-wawu mana bu yabkunadagi vav fa'il bo'ladi. Wal jumlatul fi'liya fi mahalli nasb hal bo'ladi. Mana shu yabkuna jumla fi'liya mahallan nasbda bo'ladi, hal bo'ladi. Endi nima borligida bu yerda desa aytayaptiki war-rabitu huwa ad-damiru min yabkuna. Mana bu yabkunadagi zamir bor-ku, vavul jamaa va huwa vavul jamaa deyapti. Mana shu yabkunadagi vavul jamaa mana shu zamir oldingi anaqa bilan bog'lab turadi. Qanday desiz? Waja'u, ja'una fa'ili nima? Vav bo'lyapti, to'g'rimi? Vav. Va mana shu yabkunada ham vavul jamaa. Va mana shu ikkalasida nima deydi? Bog'lanish hosil bo'ladi. Chunki mana shu waja'uni fa'ili bor-ku, vaja'uni fa'ili haqida mana bu yabkuna hol bo'lyapti. Ya'ni o'shani ja'uni fa'ilidan yabkuna hol bo'lyapti. Keyingisi seni so'zing. Ja'a Muhammadun wajhuhu mudiyun. Muhammad yuzi porlagan holda keldi deymiz. Xo'p. Mana bu yerda wajhuhu mudiyun jumla ismiya mahallan nasbda bo'ladi, hol bo'ladi. Var-rabitu endi mana bu wajhuhu mudiyundagi mana bu jumla ismiyani Muhammad bilan bog'laydigan narsa wajhuhudagi ha bo'ladi. Endi 3-chi turi al-vav va ad-damiru ma'an. Bir vaqtni o'zida o'sha tepada zikr qilgan vavul hal bilan mana bu zamir bir vaqt o'zida keladi. Bunga misol Alloh taolaning so'zi fanadathul malaikatu va huwa qoimun. Va u qoim bo'lgan holda unga farishtalar nido qildi. Qarang, mana bu yerda vav holiga kelyapti, to'g'rimi? Huwa esa huwa ham bu zamir bo'lyapti. Demak, bir vaqtning o'zida vav ham keldi, zamir ham keldi. Mana al-vav vavul hal deyapti. Huwa mubtada, qoimun xabar. Wal jumlatul ismiya fi mahalli nasb hal bo'ladi. War-rabit vavul hal. Endi mana bu fanadat hudagi hudan hol bo'lyapti-da, va huwa qoimun. Bu fanadat hudagi hudan fa'il hol bo'lyapti. Mana shu hol bilan bog'laydigan narsa aytayaptiki, bu vavul hal va huwa zamiridir. Keyingisi Alloh taolaning so'zi wala taqtulus soyda va antum hurum. Sizlar ihromda bo'lgan chog'ingizda ovni o'ldirmangizlar. Mana bu yerda va antum hurum jumla ismiya fi mahalli nasb hal bo'ladi. Va antum hurum, antum mubtada bo'ladi, hurum esa xabar bo'ladi. Va mana bu jumla ismiya mahallan nasbda bo'ladi-da, hal bo'ladi. Endi mana bu va antum hurumni anaqa bilan bog'laydigan, taqtuludagi vavul jamaa bilan bog'laydigan narsa bu vavul hal va damir antum bo'ladi. Ikkita narsa bog'layapti. Bizga juda ajoyib tanbih berib aytayaptiki, al-jumalu ba'da al-ma'arifi ahvalun va ba'da an-nakirati sifatun. Ma'rifalardan keyingi jumlalar hol bo'ladi va nakiradan keyingi jumlalar esa sifatlar bo'ladi deyapti. Tushundingmi? Demak, ma'rifa so'zdan keyin kelgan jumla nima deymiz uni? Biz hol deymiz. Ma'rifadan keyin kelsa. Nakiradan keyin kelsa biz uni sifat deymiz. Ra'aytu Muhammadan yadhaku deb mana shu gapni aytsak, Muhammad kulgan holatda, kulib kelyapti desak, yadhaku jumla fi'liya waqa'at ba'da ma'rifati Muhammad. Muhammad Muhammadni kulgan holatda ko'rdim. To'g'ri aytasiz. Mana bu yerda yadhaku jumla fi'liya bo'lyapti. Waqa'at ba'da ma'rifati Muhammad. Muhammadun ma'rifa so'zidan keyin tushyapti, to'g'rimi? Mana shu holatda tepadagi qoidaga ko'ra va tashtamilu ala rabitin yarbituha bil ma'rifati allati qablaha. O'zidan oldingi ma'rifa bilan bog'laydigan bir robitni o'z ichiga olgandir, olyapti. Va huwa ad-damirul mustatir fi yadhaku. Va u yadhaku so'zidagi zamir mustatir. Fa hadhihi al-jumlatu fi mahalli nasb halun min Muhammad. Va mana bu jumla mahallan nasbda bo'ladi-da, Muhammaddan hol bo'ladi. Chunki ma'rifadan keyin keldi. Muhammadun ma'rifa va ma'rifadan keyin kelgan mana bu yadhaku jumlamizni biz tepadagi qoidaga binoan hol deymiz. Keyingisi buni aks misol keltiryapti. Ra'aytu rajulan yadhaku desak.
xuddi tepada roaytu muhammadan bo'lsa, bu yerda roaytu rojulan bo'lyapti. Muhammadun ma'rifa, rojulan esa bu yerda nakra bo'lyapti. Roaytu rojulan yadhaku, kulayotgan kishini ko'rdim dedi. Kulayotgan kishini ko'rdim. Yadhaku jumla fi'liya bo'ladi. Waqa'at ba'da nakra nima? Ba'da nakratin rojulan. Va yadhaku rojulan nakrasidan keyin tushgan jumla fi'liya bo'lyapti. Va tashtamilu ala rabitin yarbatuha bin nakrati allati qablaha. Va o'zidan oldingi nakra bilan bog'laydigan bir robitni o'zi ichiga olgandir. Va huwa damirul mustatir fi yadhaku. Va u yadhakudagi zamir mustatir bo'lyapti. Yadhakuni rojulan bilan bog'laydigan bu yadhakuni tagidagi zamir mustatir huwa. Fa hadhihi al-jumlatu fi mahalli nasb. Mana bu jumla mahallan nasbda bo'ladi. Na'at li rojulan. Rojulanga na'at bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, o'zimizga qoida qilib olamiz. Ma'rifadan keyin kelgan jumla hol bo'ladi, nakradan keyin kelgan jumla esa na'at bo'ladi, sifat bo'ladi. Xo'p. Endi biz qaysilarini gapirdik? Birinchi bo'lib hol mufratni gapirdik. Hol jumlani gapirdik va jumla ham jumla fi'liya, jumla ismiyaga bo'linar ekan. Endi uchinchisi keldi. Bu al-halu shibhul jumla. Hol shibh jumla bo'lib kelishligi. Bu ham nav'ani, bu ikki turli bo'ladi bu ham. Az-zarf va al-jar majrur. Zarf va jar majrur. Shibh jumla desa birdaniga bilamiz o'sha zarf bilan jar majrur kiradi ichiga. Aytayaptiki, in waqa'a shibhul jumlati fi mawqi'il hali kana muta'alliqan bi mahdhufin wujuban taqdiru istaqara aw mustaqirran. Agar shibh jumla hol o'rniga tushsa, u wujuban taqdirda wujuban istaqarra yoki mustaqirrun mahzufiga mutaalliq bo'ladi deyapti. Tushunarlimi? Va hadal mahzufu huwa al-halu fil haqiqati. Va mana bu istaqarra yoki mustaqirrun mahzufi mana bu haqiqatda hol bo'ladi. Va shibhul jumla mutaalliqun bihi. Va shibhul jumla unga mutaalliq bo'ladi. Bu narsani oldin ham gapirib o'tgan, to'g'rimi? Oldin ham gapirib o'tgan. Bizga hozir mana zarfda misol beryaptiki, az-zarfu nahwu ra'aytul hilala bayna as-sahabi. Bulutlar o'rtasidagi oyni ko'rdim desak, mana bu yerda bayna zarfu makan bo'ladi, mansub bo'ladi. As-sahabi esa muzofun ilayhi majrur. Va shibhul jumla mutaalliqun bi mahzufin halun min al-hilal deymiz. Va shibhu jumla mahzufga mutaalliqdir. Va mana bu mahzufimiz hiloldan bo'lgan holdir. Tushundingmi? Keyingisi al-jar wal majrur. Nahwu jaa zaydun fi zinatihi. Zayd o'zini zinatida keldi. Mana bu yerda fi zinati jar majrur bo'ladi, mutaalliqi mahzuf narsa bo'ladi. Va mana shu mahzuf esa halun min zaydin, zayddan hol bo'ladi. O'sha mahzuf narsa nima ekan? Istaqora yoki mustaqil bo'ladi. Bu narsani shunga o'xshashini mubtadoda ham o'tgan edik, to'g'rimi? Mubtadoda ham xabar ham shibh jumla bo'lib keladigan bo'lsa, xabar bu yerda shibh jumlani o'zi bo'lmaydi, balki mana shu shibh jumla mutaalliq bo'ladigan narsa xabar bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday. Mana bu yerda shibh jumla, ya'ni zarf jar majrurning o'zi hol bo'lmaydi-da, balki bu shibh jumla bilan hol mutaalliq bo'ladigan narsa hol bo'ladi. Keyingi mavzumiz ta'addudul hali. Holni bir nechta bo'lishligi. Qad tata'addadul halu va sohibuha wahidun. Sohibi yakka bo'lgan holatda holni o'zi bir nechta bo'ladi. Bunga misol Alloh taoloning so'zi faraja'a Musa ila qawmihi ghadbana asifa. Va Musa qavmiga g'azablangan va afsuslangan, ya'ni mahzun bo'lgan holatda qaytdi. Bu yerda ghadbana halun awwalun min Musa. Bu Musodan avvalgi hol bo'ladi, mansub bo'ladi. Va alamatu nasbihi al-fatha, va nasb alomati fathadir. Va lam yunawwan, va tanvin qilinmadi deyapti. Ghadbanan bu mana asifan tanvin qilindi, ghadbanan tanvin qilinmadi. Nimaga desa, li'annahu mamnu'un min as-sarf. Chunki u sarfdan man qilingan. G'ayr munsariflar tanvinni va kasrani qabul qilmaydi deganmiz. Asifan esa halun salim min Musa. Musodan ikkinchi hol bo'ladi. Mansub bo'ladi va nasb alomati fathadir. Keyingi misolimiz Alloh taoloning so'zi irji'i ila robbiki rodiyatan mardiya. Robbingizga, Parvardigoringizga rozi bo'lgan holda va rozi bo'lingan holatda qaytgin deyapti. Parvardigoringga
rozi bo'lgan va rozi bo'lingan holatda qaytgin. Mana bu yerda rodiyatan halun avval min ya'il muxotaba. Ya'i muxotabadan avvalgi hol bo'ladi. Ya'i muxotaba qayerda edi? Irji'idagi mana bu ya'ul muxotaba bor. Mana shu irji' fe'lini foili nima bo'ladi? Ya'ul muxotaba bo'ladi, irji'. Ya mutakallim u kitabiy deganligi. Ya'ul muxotaba mana shu irji'ning foili bo'ladi. Va mana shu foildan rodiyatan birinchi hol bo'ladi deyapti. Va bu mansubdir rodiyatan va nasb alomati fathadir. Endi mardiya esa mana shu ya'ul muxotabadan ikkinchi hol bo'ladi. Mansub va nasb alomati fathadir. Keyingisi uchinchisi Alloh taolaning so'zi la tadkhulunnal masjidal harama inshaallohu aminina muhalliqina ru'usakum. Inshaalloh masjidil haromga aminina tinch omon bo'lgan holatda muhalliqina ru'usakum sochlaringlarni ya'ni boshinglardan sochlarini qilgan holatda albatta kirasizlar. La tadkhulunna. Mana bu yerda aminina halun avval min fa'ili tadkhulunna. Tadkhulunna fe'lini foilida avvalgi hol bo'ladi. Buni tadkhulunnaning foili qayerda? Vavul jamaa. Tadkhulunnaning foili bu vavul jamaa. Mana bir raqamda aytayaptiki, mana foili va huwa vavul jamaa al mahzufatu bu mahzuf qilingan. Nima uchun mahzuf qilingan desa, litakhallus min iltiqo'i sakinayn. Ikki sukunni yo'liqishidan xalos bo'lishlik. O'zi tadkhuluna bo'lgan, to'g'rimi? Tadkhuluna bo'lgan. Keyin bunga tashdidli nun ta'kid kirgan. O'shanda nima qilingan? Tadkhulunna bo'lib qo'ygan. Tashdidli nunni birinchi nuni sukunli, to'g'rimi? Birinchi nuni sukunli bo'ladi. Tashdidning birinchisi sukun, keyingisi harakatli bo'ladi. O'sha tashdidli nunni birinchisi sukuni bilan keyin vavul jamaa. Ikkalasi ham sukunli-yu. Biz shu yerda vavul jamaani hazf qildik deyapti. O'sha uchun mana bu foili mahzuf qilingan deyapti. Demak, tadkhulunna fe'lining foili bu mahzuf qilingan vavul jamaa bo'ladi. Mana bu aminina mana shu mahzuf qilingan vavul jamaadan birinchi hol bo'ladi. Mansubdir. Va alamatu nasbihi al-ya va nasb alomati yodir. Li'annahu jam'u mudakkarin salimun. Chunki u jam muzakkar solimdir. Muhalliqina bu halun thani bo'ladi. Mana shu tadkhulunnani foili bo'lmish mahzuf vavul jamaadan ikkinchi hol bo'ladi. Mansub bo'ladi va nasb alomati yodir. Li'annahu jam'u mudakkarin salimun. Chunki u jam muzakkar solimdir. To'rtinchisi bizga yana misol beryapti. Hadis yuhsharun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan g'urlan. Insonlar qiyomat kuni hufatan yalang'oyoq, uratan yalang'och kiyimi yo'q, g'urlan xatna qilinmagan holatda qayta tiriltiriladi. Yuhsharu qayta mahsharga yig'iladi, jamlanadi. Mana bu yerda hufatan halun avval bu birinchi hol bo'ladi. Nimadan? Mana an-nasudan birinchi hol bo'ladi. Va alamatu nasbi al-fath va nasb alomati fatha. Uratan esa ikkinchi hol bo'ladi, mansubdir va nasb alomati fathadir. G'urlan esa bu uchinchi hol bo'ladi, mansub va nasb alomati fathadir. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, mana shu bosqichni demak hol bir nechta bo'lishligi mumkin ekan. Taaddudul hali holni bir nechta adadli bo'lishligi degan. Adadun o'zi bir son degan, to'g'rimi? Taaddudul hali holni bir nechta bo'lishligi deb tarjima qilaveramiz. Mana shu yerda tugatamiz. Unda subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.